Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, Mergancha mahallasi fuqarolari. Biza Agrobank Urgut filialini boshqarish o'rinbosariman. Bizga vazifamiz bir bo'lagi sifatida mahallaga borib tadbirkorlar bilan, mahalla aholisi bilan shu bir oyda bir marta uchrashuv o'tkazish, o'sha aholi talablarini o'rganish bo'yicha shu prezidentimiz topshiriqlari bor. Ana shuning uchun har bitta mahallaga kirib, ularni qiynab kelayotgan savollari, moliyaviy savodxonliklari, keyin tadbirkorlikka yo'naltirish uchun o'sha yo'nalish ko'rsatish bo'yicha biz shunaqa o'quv seminar, uchrashuvlar tashkil etamiz. Bilasizlar, tadbirkorlarni birinchi oldinga turgan birinchi vazifasi mablag', pul topish. Pul topish uchun pulni pulga urish. Shuning uchun bankni tadbirkorga bog'lab qo'yibdiki, moliyaviy jihatdan bank yordam beradi,